Taobao bo'yicha 6-darsimizda. Bu darsda sizlarga kargochilar bergan adresda Taobao ilovasiga kirgizishni, to'ldirishni o'rganib chiqamiz. Demak, bundan oldingi reysda kargochining botidan ro'yxatdan o'tgan edik va ular bizga Xitoydagi ombor manzillarini berishdi. Xuddi shu tartibda sizlarga ham xuddi shunaqa tartibda manzillar beriladi. Xo'p, endi birinchi adres to'ldirishni ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, ushbu adresni birinchi bo'lib kopiya qilib olamiz. Ya'ni shu Telegramdan kopiya qilib olamiz. Keyin Taobao ilovasiga kiramiz. Taobao ilovasiga kirgandan so'ng pastdagi ushbu joyga kiramiz. Keyin esa adres to'ldirish uchun ushbu bo'limni tanlaymiz. Mana adres to'ldirish bo'limiga kirdik. Agarda sizda boya ko'rsatgan bo'limiz bo'lmasa, buni ikkinchi yo'li ham bor. Bu joyga kirishdi. Bu uchun biz yuqoridagi shu nastroyka bo'limiga kiramiz. Nastroyka bo'limiga kirgandan so'ng birinchi qatordagi shu birinchi bo'limga kiramiz. Mana shu bo'lim kirganimizdan so'ng mana boyagi shu adres to'ldirish qismiga kirib o'tamiz. Kirganimizdan so'ng xohlasak bu knopkani, xohlasak buni bosib adres to'ldirishimiz mumkin. Demak, sariq tugmani bosdim men. Bosilgandan so'ng avtomatik o'zi to'ldirib beradi Taobao. Sizdan xuddi shunaqa ko'rinishda oyna chiqadi. Ya'ni sizdan kopiya qilgan adresni to'ldirib beraymi deb so'rayapti. Bu oyna chiqish uchun birinchi bo'lib siz avval boyagi adres berilgan adresni Xitoy manzil adresini kopiya qilgan bo'lishingiz kerak. O'shandan keyin Taobaoning shu joyiga kirsangiz, bu sizdan o'zi avtomatik to'ldirib berishni so'raydi. Avtomatik to'ldirib beraymi deb so'raydi. Shunda biz mana bu sariq tugmani bossak agar, u o'zi ilova avtomatik o'sha adresni to'ldirib beradi. Ya'ni ortiqcha harakatlarsiz o'zi to'ldirib beradi. Qani sariq tugmani bosamiz va bizga adresni to'ldirib berdi. Endi buni salgina bir ikkita kamchiliklarni to'g'rilab qo'yamiz. Ya'ni bu qanday holat? Mana masalan qarang. Kargo bergan adresga bergan skrinshotini ko'rsangiz, belgilab qo'ying. Shu ikkita joyda ID kodlaringiz bo'lishi shart deb. Bu ID kodlarimizni yozib qo'yishimiz kerak. Oldingi videolarda eslatib o'tganimizdek ko'rsatganmiz. Mana bizga bu ID ni berishgan. Mana 9123 ID ni oldik biz kargodan. Demak, o'shani kiritamiz. Ya'ni MY 9123 va adres mana bu yerda oxirida ham. Keyin bu joyda qavs bilan qo'yamiz. MY 9123. Shu holatda tayyor. Adresni bir marta boyagi skrinshot bilan tekshirib olamiz. Bir xilligini. Xo'p, adreslarimiz bir xil, faqat mana yerda bizda masalan postkod chiqmadi. E'tibor bering. Kargo bergan adresda postkod bor, lekin bu bizda chiqmadi. Bu unchalik muhim narsa emas. Bu chiqsa ham ziyon yo'q, chiqmasa ham ziyon yo'q. Buni chiqadigan muhim joyi yo'q. Bundan xavotir olib o'tirmaysiz. Chiqmasa ham shundaylikcha saqlanib qilaveramiz. Endi pastdagi bu tugmani bossak, mana buni bossak, biz to'ldirgan hozirgi adresni saqlab qo'yadi. Demak, bosamiz. Va mana bizni adresimiz tayyor. Bu bizning MyAdres'da aviyadagi ombor manzili edi. Buni qayerdan bilganimizni mana o'zi yozib qo'yibdi, adres berib, video instruksiyalar berib, video instruksiyalar qo'yibdi. Bu bizning aviya kargo adresimiz va bu yerda ham yozib qo'yibdi. Aviya kargoni adresi bu deb. Xuddi shunaqa. Endi keling ikkinchisi avtokargoni ham to'ldirishni ko'rib chiqamiz. Chunki bizda ikkita yo'nalish bo'yicha ro'yxatga o'tgandik, ham avtoni, ham aviyani. Keling, bunisi endi avtoni ombor manzili ekan. Buni ham xuddi boyagi kopiya qilib olamiz. Va endi bu safar yuqoridagi knopkani bosamiz. Mana bu plyuschani bosamiz. Plyuschani bosdik va mana yana boyagidek xuddi o'shadek avtomatik to'ldirib berishni so'radi. Sariq tugmani bosamiz. Mana bu avtomatik to'ldirdi. Bunda e'tibor bersangiz, tepadagisi ham, pastdagisi ham IDlar yozilgan. Demak, biz hech nimani to'g'rilab o'tirishimiz shart emas. Ikkalasi ham tayyor. Biz faqatgina quyidagi knopkani bosib to'ldirgan adresni saqlab qo'ysak bo'ldi. Va mana tayyor bo'ldi. Tepadagi yozilgan avtokargo, pastdagi aviakargo.
Endi masalan adashib ketishi mumkin. Qaysi avi, qaysi avto bilmayman-ku desangiz, bunga ham ish qilishimiz mumkin. Ushbu qalamchani bosasiz. Qalamchani bossangiz o'zgartirish bo'ladi adres. Boyagi to'ldirgan adresimizni oxirida keling avto deb yozib qo'yamiz va saqlab qo'yamiz. Aviakargomizni xuddi shunaqa yonidagi qalamchani bosamiz, oxirida avia deb qo'yamiz va saqlab qo'yamiz. Endi zakaz berayotganimizda shu narsalardan ajratib olaveramiz agar adreslardan ko'rib eslab qola olmayotgan bo'lsak. Endi adres to'ldirishda boshqa bir variantlarni ham ko'rsataman. Ba'zilarda avtomatik to'ldirish chiqmasligi mumkin. Shu holatda nima qilasiz? Xuddi boyagidek plus tugmasini bosamiz. Xo'p, bizda masalan avtomatik to'ldirish chiqmadi. Endi nima qilaman desangiz, bu ham yo'l oson. Masalan, keling avia deb ko'ramiz. Kopiya qilib olasiz. Adresni yana taba ilovasiga qaytamizda buni chiqmaydi. Masalan, chiqmagan holatda ko'ryapmiz. Shunaqa avtomatik to'ldirish chiqmadi desak, boyagi adresni kopiya qilib olamiz. Mana bu bo'lim orqali endi to'ldirib olsak bo'ladi. Ya'ni qanday? Shu bo'limga boya kopiya qilib olgan adresimizni qo'yamiz va bu tugmani bosamiz. Mana bosilgandan keyin ilova avtomatik yana o'zi to'ldirib beryapti. Xuddi boyagidek oxirida ID kodlarimizni yozib qo'yamiz. Tak, invite 9123 edi bizning ID kodlarimiz. Unutmang, ID kodlarni yozish shart. Va mana tayyor bo'ldi. Endi faqat kargo bergan adreslardagi skrinshotlar bilan bir marta solishtirib olamiz. Xo'p. To'g'ri, xatosi yo'q. Faqat mana yerda qavslar ketib qolibdi. Shuni o'chirib tashlaymiz. Bo'ldi. Endi yana bemalol to'ldirgan adresimizni saqlab olsak bo'ladi. Ushbu tugma orqali to'ldirgan adresimizni saqlaymiz. Mana yana qo'shildi. Bu juda ham oson. Endi adres to'ldirish 3-varianti. Agar sizda avtomatik to'ldirish ham mana bu bo'lim ham hech qaysi biri chiqmasa, siz qo'lda yozib chiqishingizga to'g'ri keladi. Bu sal qiyinroq bo'ladi, lekin amallasa bo'ladi. Demak, qarang, birinchi qatorga ID kod yozilgan. 9123. Ikkinchi qatorga telefon nomeri yozilgan. Ya'ni bu o'zimizning telefon nomeri emas. Kargochilar bergan adresdagi telefon nomerini kiritamiz. Bu Xitoydagi omborda telefon nomeri bo'ladi. Ikkinchi qator telefon nomerini yozamiz. Uchinchi qatorga esa mana bunday hierogliflarni, xitoycha hierogliflarni tanlab chiqamiz. Bu yozilmaydi, bu yerdan ro'yxatdan tanlab chiqiladi. Bu juda ham oson, shunda rasmga qarab ajratib tanlab olaversa bo'ladi. Ikkinchisi ko'ramiz, xuddi shunaqa. Demak, shuni tanlaymiz. Uchinchisini ko'rib eslab qolamizda, mana yerdagi ro'yxatdan topamiz. Keyin to'rtinchisini ko'rib eslab qolamizda. Demak, mana bunisi ekan va bo'ldi. Hammasi tayyor. Endi oxirgi qiladigan ishimiz mana bu. Xo'p. Berilgan manzildagi mana bu qismini kopiya qilib olib, oxirgi 3-qatorga joylab qo'yamiz. Shu joyda o'zini kopiya qilamiz va mana bu qatorga vstavit qilamiz. Bo'ldi, shu bilan tayyor. Bu 3-variant edi. Sizlarga mana 3 ta yo'l orqali adresni to'ldirishni ko'rsatib o'tdim. Bizda bu yerdan qaysidir manzilimizda asosiy qilib qo'yish imkoniyatimiz bor. Ya'ni siz faqat avia bilan ishlamoqchisiz yoki ko'p zakazlaringizni aviada urasiz. Siz avtomatik avia guruhlariga qilmoqchisiz yoki asosan yuklaringiz aviada kelishini xohlaysiz. Bu uchun oddiy usul. Mana avia deb yozgan adresimiz shuni yoniga qalamchaga bosamiz. Yuqoridagi galchani bosib qo'yamiz. Ya'ni mana buni. Shuni bosib qo'yib, sariq tugmani pastdagi tugmani bosib saqlab qo'ysak, bu adresimizni bizani asosiy adresga aylanadi. Ko'rib turgan bo'lsangiz, bunday sariq yozuvchasi chiqdi. Bu bizani asosiy adresimiz bo'ladi.
Ya'ni zakaz urayotganimizda shu adres chiqib turaveradi. Faqatgina masalan endi qaysi zakazda aviada emas, avtobus sotmoqchi bo'lsangiz, shu zakaz berish jarayonida almashtirib olasiz. Endi oxirgi qiladigan ishimiz qoldi. Ya'ni to'ldirgan adresimizni ETS Cargo'dagi adminlarga to'ldirgan adresimizni tekshirib turib olish qoldi. Bu ham juda oson. Demak, qaysini tekshirtirmoqchi bo'lsak, o'sha adresni yoniga qalamchaga bosamiz. Xohlasak aviani yoki avtoni masalan tekshirtirmoqchimiz yoki ikkalasini ham tekshirtirmoqchi bo'lsak, ikkalasini ham ichiga kirib, skrinshot qilib adminlarga tashlab yuboramiz. Ya'ni mana bu yondagi qalamchalarga bossak, masalan to'ldirgan adresimiz chiqadi va bu to'ldirgan adresimizdan skrinshot qilib olamiz va Telegramga o'tib adminlarga tashlaymiz. Adminlarni qayerdan topaman desangiz, MyDS kanaliga kirganingizda hamma yoqda o'z adminga link berilgan bo'ladi. Kanalni ko'rib chiqsangiz bor, MyDS admin username mana bunaqa ko'rinishda. Adminga kiramiz. Adminga tashlab yuboramiz. Assalomu alaykum deymiz. Va to'ldirgan adresimizni skrinshotini ularga tashlab yuboramiz. Shundan so'ng ular adresni ko'rib chiqib, adres to'la turdi desangiz, keyin bemalol endi zakaz urish qismiga o'tsangiz bo'ladi. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Barchalarga rahmat. Keyingi darslarda kutib qolamiz.